bu test orqali esa siz 15 varaqlik diagnostikani olasizda. Ota-onalar, 5-11 sinf o'quvchilarining ota-onalari, iltimos eshitinglar, bu bepul va zo'r maslahat bo'ladi. Mana ba'zilarimizga Garvard yoki boshqa top universitetga kirish orzuyimiz bo'lgan, to'g'rimi? Mayli, biza kirmadik, bolalarimizga kirsin. Mana Sodiq School degan joyi bor. Hozir pul to'lanadigan narsaga chorlamayman, oxirigacha ko'ringlar. Bepul maslahat. Bu yerda Garvard va Carnegie Mellon kabi o'qishlarga kirish uchun 5-dan boshlab 11-sinfgacha bolalarni tayyorlashadi va bularning o'quvchilari grant bilan mana shu o'qishlarga kirishgan. Mana bu Jasurbek $360,000 grant bilan Garvardga kirganlar. Endi diqqat, bepul va foydali joyiga o'tamiz. Hozir bu yerga bolangizni olib kelib, mana bunaqa diagnostik imtihon topshirtirsangiz bo'ladi bepulga. Bu nega kerak? Agarda top universitetga topshirsin desangiz, uni qaysi taraflari kuchli va nimada qiynalayotganini mana shu test orqali ko'rsangiz bo'ladi. Mana masalan, bolangiz maktabda yomon baho olsa, bitta shu bahoga qarab nimada zaif ekanligini, lekin nimada zo'r ekanligini tushuna olmaysiz-ku. Bu test orqali esa siz 15 varaqlik diagnostikani olasizda, har bir mavzu bo'yicha, har bir bo'lim bo'yicha, mantiq bo'yicha ham detallashtirilgan ma'lumotni olasizda va bolani qaysi jihatlarini ustidan ishlash kerakligini tushunib olasiz. Ya'ni umumiy natija va reyting, har bir savol bo'yicha tahlil, bola bilmadimi yoki bilardi-yu shoshildimi, aniq ajratib beriladi bu narsa. Kuchli va zaif tomonlar, ko'nikmalar profili, fikrlash turlari va keyingi 12 oy uchun shaxsiy yo'l xaritasi. Bolangiz keyin shu imtihon topshirgandan keyin xohlasangiz Sodiq Schoolga tayyorlanganini berasiz. Xohlasangiz bermaysiz, u sizga bog'liq. Lekin hozir mana shu imtihon topshirganini bepulga olib kelinglar. Bolani potensialini bilib olinglar, iltimos. Natijada shunchaki O'zbekistonda bolasini qanday qilib to'g'ri o'qitish kerak ekanligini tushunadigan ota-onalar ko'payadi.